Mashina olib qo'ying. Yo'q, iltimos. Ololmayman. Yo'q, iltimos, oling. Hijolat bo'lmang. Oyiz ahvollarini ko'rdim-ku. Ularga yaxshi parvarish kerak. Meni yaxshi bir shifokor tanishim bor. Ertaga o'zim olib boraman, shifoxonaga yotqizamiz, xo'p? Rahmat. To'g'risini aytsam, onamni biror marta kasalxonaga yotqizmaganman. Biroz pul yig'ib, keyin olib boraman degandim. Siz xavotir olmang. Pulini o'ylamang. Hammasini o'zim bo'ynimga olaman. Menga bergan pullaringizni vaqtida qaytarmasam-chi? Men sizga qarzga deb bermayman-ku. Meni sizdan boshqa tushunadigan, ko'nglimga hech kimim yo'q. Ertaga shifoxonaga boramiz. Kelishdikmi? Ha. Bo'pti. Ketdim unda. Mayli, ko'rishamiz. Shunday qilib, sorimizga dardimizni aytadigan bo'ldik. Bora-bora do'stlikdan ham yaqin munosabatga kirisha boshladik. Men Noilani bir kun ko'rmasam turolmaydigan bo'lib qoldim. Soatlab navbatga turib, unga dollar olib berdim. U menga yaxshigina pul berardi. Noila erini sovuq munosabatidan xafa bo'lib gapirardi. Loqayd ering bilan yashashga majbur emassan. U bilan ajrash deb necha marta aytdim. U bo'lsa eriga achinardi. Birdaniga tashab keta olmayman. Fursat kelsin deb aytardi. Meni bu hayotda Noila va onamdan boshqa hech qanday yaqinim yo'q edi. Endi Noila ham yo'q. Uni sevardim. U bilan umrimning oxirigacha birga bo'lishni niyat qilgandim. Qotillik sodir bo'lgan kuni qayerda bo'lgansiz? Noila o'lgan kuni biror bir joyga borib, u bilan uchrashishga kelishgandik. Onamni yana mazalari qochdi. Tez yordam chaqirib qolib ketdim. Kechroq boraman deb SMS yozgandim. Onamni Noilani uyiga bordim. Darvoza tagida erining mashinasi ko'rinmadi. Darvozani taqillatdim. Javob beravermadi. Xonasini chirog'i yoqib bo'lgani uchun xavotir ola boshladim. Qarasam, darvoza ochiq ekan. Kirib ko'rsammikin deb o'yladim. Sekin kirib bordim. Ichkariga kirdim u yerda qonga belanib yotganini ko'rdim. Qattiq qo'rqib ketdim. O'zimni yo'qotib qo'ydim. Va uydan o'qdek uchib chiqdim. Shu yugurgancha uyimga yetib bordim. Boya onamga tez yordam chaqirdim dedingiz. O'shanda soat necha edi? Aniq esimda yo'q. Tushunarli. Kerak bo'lsa o'zimiz qila olamiz. Ketishingiz mumkin. Sizga ruxsat.